Assalomu alaykum Biznes TV kanalimizda obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa bugun 26 aprel 2025-yil. Xo'p, haftaning shanba kunida sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa bu video obzorimiz assortiment g'ish apparatlarida obzori bo'ladi. Turidan bor, mana ko'rib turibsizlar, 5-6 xil apparatlarimiz tayyor bo'lyapti, tayyor bo'lgan. İmkon qadar sizlar uchun shu video davomida birma-bir eng birinchi o'rinda narxini aytib o'tamiz. Video boshida aytamiz, oxirida emas. Chunki juda ko'pchilikka narxi qiziq. Keyin nima, qanaqa, qayerda, dastavkalar qanaqa, hammasiga to'liq bugun javob oladilar uchun eng birinchi o'rinda gidrosilindrli apparatlarimizni tushuntirib o'taman hamda ishlashini ko'rsataman. Keyin mishalka lentali, dizelli, undan keyin avtomatli, ham gibridli, undan keyin bez mishalka, bez lenta, dizelnisini hammasini birma-ketin to'liq narxlari-yu imkon qadar ishlash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Gidrosilindrlimiz do'stlar, xo'p, bittalik blok razmerda chiqaradi. Kimgadir bittalik, kimgadir ikkitalik farqi yo'q, qilib berilaveradi. Benzin asosida ishlaydi. Motorlarimiz ham xudo xolasa yangi, 15 ta ot kuchiga ega. Hattoki enshlarimiz, 14 lik shilanglarimiz har bitta detali yangi, garantiyasi bor. Silindrlarimiz ham yangi, o'sha baquvvat. Xudo xolasa yoq qo'yvori boshqa bo'lmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. O'zini original kraskalari yangi. Xo'p. Bu tarafda rasparatorlarimiz ham yangi. Bosganda ko'taradi, tushiradi, ana shu holatda praslaydi. Xo'p. Rasxoti benzin soatiga 1 litr ham rasxot qilmaydi. Xo'p, mana bu yerga yozib qo'ygan o'sha qancha nimaligini. Xo'p, bu tarafda mana benzin, oziq, hammasi bu bir tortganda xudo xolasa zavod bo'ladi. Qiynamaydi, buzilmaydi, zapchasi muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xo'p, buni narxiga kelsak do'stlar, kimgadir mashinaga apparatlar qiziq bo'lsa, xoh bittalik, xoh ikkitalik bo'lsin, faqat benzinli holatdagisini aytamiz narxini. Xo'p, buni xohlasa solarishni qilsa ham bo'ladi, tokka 380 ga ishlaydigan qilsa ham bo'ladi. Hozir buni Tojikistonga tayyorlaganmiz, benzin asosida. Xo'p, mana bu tarafda turibdi. Bunisi tokli bo'lyapti, unisi esa solarishni bo'lyapti. Bulari ikkitalik. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin do'stlar. Bunisi bittalik katta blok razmerda bo'lsa, mana. Xo'p, bunisi esa ikkitalik. Xo'p, bular ham o'sha kim qanaqa razmer aytgan bo'lsa, o'sha razmerda tayyor bo'lyapti. Ikkitadan silindrlari bor. Har bitta detali bularniki ham xudo xolasa yangi qo'yilgan, garantiyali. Bir sezonga garantiyasi bor. Yog'lari quyilib, turpoqlarning holati ana shunday bo'lsa bo'ldi. Judalik quruq ham, suyuq ham bo'lmashi kerak. Bir me'yorda bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bitta ishlashini tomosha qilamiz do'stlar. Yoqsa bittadan like bosasizlar. Ha, aytgandek buni narxiga kelsak, dollarga aytib o'taman. Boshqa joydagi aka-ukalarimiz, chetdagi aka-ukalarimiz o'sha o'zlarini puliga bichib olaveradi. Xo'p, joyida mana shu yerdan kelib olib ketishingiz 1550 dollar bo'lishi. Xo'p, buni dastavka so'raganlar uchun dastavka o'sha manziliga qarab yetkazdirib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, qani unda biz buni ishlash jarayonini birgalikda tomosha qilamiz. Zavod qilamiz endi. Xo'p, zavod qilishi do'stlar mana shu holatda ключатори tevaga turganda, ya'ni off tortsa zavod bo'ladi. O'chirishda shuni pastga qilsa o'chadi. Xo'p, mana endi zavod qilavering. O'ng baqayni g'ishti mana. Razmerlarigacha o'lchab, egalariga ham mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishini iltimos qilamiz. Xo'p, mana do'stlar, chiqargan ishlarni o'zlaring ko'rib bitta baho beringlar. Metr doing, to'lchik
Xo'p. 37 17 podyomi rosa 15 do'stlar. Iminni mana shu razmerda zakaz qilgan akamiz. Xohlasa buni podyomini yana kattartirsa yoki kichiklartirsa bo'laveradi. Xo'p, endi ustiga bitta chiq. Mana do'stlar, o'zlaring ko'rib baho beringlar. Bo'ldi, shu. Mana. Bunda bir kunda nechta odam nechta g'ish quyishi mumkin degan savollar ham bo'ladi. Endi kommentariyada yaxshi odamlar ham to'g'ri fikr bildiradi, kimdirlar negativ. Endi hamma har xil. Xo'p, bunda bitta odam mana shu yerda apparatda tursa, bitta odam g'ishtni olib borib qo'yib turishi mumkin. Yana 3-chi odamni xohlasa pomoshnik qilib, ya'ni yordamchi qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi bunda 1000 ta inkami 2000 tagacha bu razmerda ana shu holatdagi apparatdan chiqarsa bo'laveradi. Faqat endi uni qo'lda ham qo'yib qo'raman dedi. Yo'q, to'g'ri, qo'lda ham qo'yib qo'radi, lekin qo'lda 1 kun, 2 kun, 3 kun. O'sha charchiydi bo'ldi. Quygisi kelmaydi, nadayal o'sha. Bo'ldi, men quyg'ish quymayman deb ishni tashiydi. Bunda charchamaydi, bemalol ishni o'zi pirislaydi, turpoqda tashiydi, olib borib taxlab kelaveradi, sirazi quriydi. Bu hozirgi havoda qiynalmaydi, tez-tez sotsa bo'laveradi. Yog'ingarchilikka ham, yomg'irga ham bardoshi yaxshi. Nimaga? Bu yerda turib, mana bu turpog'imiz suvga to'ygan, nami o'sha qochgan, keyin tashlayapti. Mana bularida ham xuddi shunaqa. O'sha tokli bo'ladimi, benzinli deb farqi yo'q, salarishmi? Bu razmerda ham chiqarsa bo'laveradi. Bunda ham shu 1000 tadan 2000 tagacha chiqarsa bo'laveradi. Xo'p.